hozir har bittasidan pul olishyapti-da. O'sha yerdan syomka qilib qo'yamiz. Ijodiy jamoamiz bilan syomka jarayonlarida Chilonzor tumanida obodonlashtirish xodimlari qiyofasidagi bir guruh mana bu tasvirdagi ayollar yo'l yuzida mashinalarni to'xtatib, tushlik qilishlari uchun pul so'rab yurishganlarining guvohi bo'ldik. Holatni biroz kuzatdik. Ular o'z vazifalari qolib, tilanchilik qilishayotganlar edi. Точно hokimiyatdanmisizlar? Ha, hokimiyatdan. Qaysi hokim? Aldamang. Basharamami. Qaysi hokimiyat? Seksiya odamlari. Qaysi shek? Ma'lumotlarga ko'ra, obodonlashtirish xodimlarining maxsus kiyimida qaysi hududga tegishli ekanini bildiruvchi yozuv bo'ladi. Tasvirga ahamiyat bersangiz, nimchalarda hech qanday nom yo'q.